Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlariga hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga dushanba 19-yanvar 2026-yil akalar. Biz akalar o'zimizning xonadondan, o'zimiz boqayotgan qo'ylarimizdan sizlarga sotilgan jarayonni chiroyli qilib syomka qilib beramiz. Hozir mana shu o'zimiz boqayotgan qo'chqorlar akalar. Hozir baraka bo'ldi, nesh bilan baraka bo'ldi. Chiroyli qilib hozir ko'rsatib beramiz akalar. Bular hammasi endi baraka bo'libdi. Ha, bular elga mana boqdi, xudo xolasa qo'shqonlarimizni o'tdim bitta baraka qildi elga. Barakasi bo'ldi. Soni nechta? 30 dona elga. 30 donasi baraka bo'libdi akalar. Ichkaridan kirib ko'rsatib beramiz. Buni tashlangan jarayonni ham sizlarga kanalimizga qo'yganmiz. Qanday qo'ziligida tashlanadi bu qo'ylar. Qo'ziligida tashlanadi, mana qo'ylar ko'ringlar. Yaxshi boqilibdimi, nima bo'lyapti mana ko'ryapsizmi? Qo'chqorlar. Like bos, kommentariy yozib bersizlar, o'z fikrlaringni akalar. Hammani qo'rasi shunchalik. Mana misol 5 million, 5,5 million, 4,5 million qilib qo'zi chiqaryapmiz-ku. Ha, qo'zi. O'zimiz ham mashinaga qo'zilik paytida tashlaganmiz shular. Ular, to'g'ri. Qo'zicha mana hozir rosa 2 tish bo'ldi. Kishi bo'ldi bular. Mana yerda elbek bozorlarda bunchalik qattiq semirgan qo'y kam chiqyapti. Kamchilik. Kommentariyalarda elbek yozishyapti-ku, buni 5 millionga olsak, necha pulga sotamiz, 6 millionga olsak, necha pulga sotamiz. Yaxshi qo'y olib boqsa elbek, mana sotishadi elbek. Sotishadi. Xo'p, bular sirvonsen qanchadan baraka bo'ldi bular? Elbek 9 milliondan berdik, xayriga o'zimiz o'tib berdik. Xayriga o'tib berdi. 30 tasini 9 milliondan 270 million pul bo'ldi elbek. Xayr sunnatiga shuncha boqqanligimizga qassob olyapti. Qassob. Qassobga berildi akalar. Hozir mana go'sht yuklab qo'yishibdi o'zi. Hozir mana chiqing tashqariga. Buni baytda hozir 15 tasimi? Ha, baytda hozir 23 tasi qoldi qo'rada. 23 ta qoldi. 23 tasi qoldi. Mana 7 tasini yuklab qo'ydik. Ya. O qassob akalar o'zlari ham shirk ekan. Yuklab tayyor qo'ydik. Mana ketyapti akalar. Qassob olib ketishyapmiz. 5 ta 10 ta olib ketishadimi? Ha, shunaqa qilib 5 ta 10 ta qilib 2 kun 3 kunda olib borib, xudo xolasa so'yib. Qatli ketyapti endi bu qatli qassob. Quvaga berdi elbek. Quvaga baraka bo'ldi. 30 kilometr quvaga berdi. Quvaga barakasi bo'ldi. Barakasini shosh tog'imiz olibdilar. Telefon qilib kelishaveradi elbek, mana qo'chqorlar, bog'ma qo'chqorlarimiz bor elbek. Xuddi shuni qo'zilari. Mana shu qo'zilari bor-a, shuni? Mana shu qo'zilari bor elbek. Shuni qo'zilari bor ekan, qiziqqanlarga mana bunaqa qo'ylardan ham bor ekan. Mana qaranglar. Akalar. Bunaqada elbek, qo'yni zo'rini oling, qachag'ini oling. Maqsad boqish bo'lsa qo'y olish kerak-da. Elbek, mana bu qo'ylarni ko'ring. Qo'zilar 8 oylik, 10 oylik qo'zilar. Bu qo'tirini ko'rsatib qo'ying mana. Qo'tirlar. Bir xilga odam bozorda yurganda qo'tiri bor ekan deb turib injilatga qo'ygan endi. Bu qo'tir hech nima emas endi. Atrofga xolos, atrofga nitoks buni davosi. Atrofga bilan nitoks surkasalar ham mana qo'tir mana ba'zilar vahima qiladi-yu. Keyingi pakelinga mana 100 ta tashab qo'ygan mana. 100 ta. Xudo xolasa mashinalarni ham 3 oy, 4 oy tayyorlasam, shunday bo'ladi. Hozir mana mashq qo'ylar endi 60 kilo, 65 kilo, 55 kilo atrofida живой вес. Живой вес 60. Живой вес. Mashinaga paytida kelgan, mashinday paytida kelgan o'sha katta qo'ylar. 60 kilo. Mana hozir 100 kilo tevasida bo'lib ketdi. 100 kilo tevasida. Akalar zo'r boqsalar, mana ko'ryapsizlar, ba'zilar urushadi, netadi-lar, mana kelib 100 ta qo'y bitta qo'rib turibdi, bor. 100 tasi mana bitta partda turibdi. O'zi bizga elbek mana kelganda qo'tiri bor edi qo'ylar. Mana qo'tiri tuzaldi o'zi. Qo'tiri tuzalib ketdi. Ancha qo'tir edi. Obunachilar sizlar video qila olmadik. Mana qo'tirlari pon tuzalib ketibdi. Lekin qo'ylarda elbek zot toza. Ko'ryapsiz? Zot simjun ekan. Qo'ylar qarang. O'zi mana bir-biridan go'zal ekan. Qarang. Qashqan. Qo'ylar ko'ryapsizmi? Mashq qo'ylar rosa 100 kunda mashq qo'ylarga o'xshab yetib oladi. 100 kunda? Ha. O'shaning uchun hali ko'p vaqtini sarflab nima qilmasdan elbek, yaxshi narsani olib mehr berib boqsa elbek, bitta qo'y kamida 3 million 4 million foyda qiladi. Olib boqsa. 100 ta boqsa 400 million foyda qiladi-ku. Bitta Malibu tashab ketaveradi 100 ta qo'y. 100 ta qo'y, ha? Yaxshi boqsa 3 oy 100 kunda bitta Malibu tashab ketaveradi. Hamma gap boqishda. Buni misol olib qo'ygan bilan qo'rga qamab bersangiz bu katta bo'lib qolmaydi-da. Bunga mehnat qilasiz, hamma yo'q misol osonchilik bilan bo'lmaydi. Hamma yo'qda o'zining ishining hali qiyinchiligi bor, lekin qiyinchilikdan keyin akalar buni nasi ham bor-da, hali yaxshi hayoti ham bor. Ishqibozga elbek, mana ishqibozga elbek taraf yo'q.
Biz shu narsani ish qilib olamiz, mana shu. Har xil to'g'ridan olib kelib berganmiz, mana afg'onlar bu tomonda. Unda afg'onlar. Misol uchun kelib, menga sot buni desang, sotmaymiz buni. Nimaga ishqibozchilikka boqyapmiz? Tug'ishga kelgan. Mana uka hali tuqqani yo'q, yelinini ko'rib qo'ying. 1 kun 2 kunda tug'adi mashina. 2 kunda tug'adi. Tug'sa mashina elbet 400-500 dollar narxi oshadi. 400-500 bolasini o'ziga. Bolasini Afg'onni bilasizlar, hurmatli obunachilar, kanalimizga qo'ydi o'zi. Ancha olib ketishdi. Mana hozir o'zlari ham assortiment qiladi, tinoqlaridan uyga ajratib berishdi. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilasizmi afg'onlarga? Yo'q, bularni endi hozir sotmaymiz. Bular hozir sotilmaydi. Ichcha boqamiz, tug'dirib, ko'rib. Buni sotiladiganlari elbet bor, lekin Sotiladiganlari bor, buni telefon qilsa sotiladiganlari bor. Mana barodarlar tashab qo'ydi o'zini ishqibozchilikka elbet. Quloq uzildi, ana. Quloq uzildi, qayerga keling. Nima deyapti? Yarim metr. Kommentariy yozib qo'ysin buni parodasini otini. Kommentariy yozib qo'yinglar. Kelar bu qanaqa qo'yini hozir aytib o'tib ketmaylik, o'zini ham yozib qo'ying. Buni bunaqa Quloqqa salkam yarim metr. mashina qo'ydi, narxini aytib 3000 dollar bo'ldi. 3000 dollar yo'lda. 3000 bo'ldi, uchovi. Uchovi. Bitta qo'chqor, ikkita urg'ochisi. 3000 ga oldim. Ahli yetmagan odam uchun bu qimmat. Biz uchun lekin bu qo'y arzon edi. Kerak, hali qo'zi. Bu narsa kerak bo'lsa, 1000 dollardan pul berib topolmaysiz. Bitta tug'ib qo'yibdi afg'onlarni. Ha, mana afg'on bittasi tug'di, yana 1 kunlik qo'zi ash qo'zi. 1 kunlik qo'zi, kerak, qo'zisini qaranglar. Prosta ishqibozchilik bor, xolos endi. Telefon qilib, qo'chqor zarur bo'lsa kelishaveradi, qilib beramiz endi. Mana qo'chqorlarimiz bizdan rozi bo'lsin mana. Bugungi videomizda akalar mana o'zimiz boqdik qo'ylar, baraka bo'libdi. Hammaga nasib qilsa mana shunaqa qilib 50 ta, 100 ta, 200 ta qilib boqib, optim sotish kerak. Qo'chqorlar lekin tirsillab yuribdi, ko'ryapsizlar? Boqqan shogird bolalarga ham like bosib, otasiga rahmatli kommentariy yozib qo'ying. Buni biz boqqanimiz yo'q endi. Biz olib berganmiz. Ana shu ikkita Salohiddin bilan Doniyor degan shogirdlarimiz bor. Shular mehr berib boqqan. 2 yildan orizani qilib, yemini berib, elbet. Ular faqat olib beriladi. Olib ketgungacha o'sha yemni berib turamiz, elbet. Silyozam ilyapti, mana qo'ylarga yem kelar mana mash. Mana shu holatda beriladi. Misol hozir bu endi sololar yem shekilli bu. Bu sololar. Bu sololar yem akalar, bu silyoz, pux, kepay. Bularni yemi o'zi addenniy, faqat Makka bug'doy yeydi xolos bular. Shu, hurmatli obunachilar, videolarimizda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi syomkalarda ko'rsatib qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilasizlar akalar. Like bosib, podдержкада bo'lib turinglar akalar. Xudo xolasa bundan-da qiziq videolarni mana shu kanalimizdan chiqaramiz. Obuna bo'lmaganlar albatta obuna tugmasini, pastki tugmasini bosib qo'yinglar akalar bizga.